Toshkent davlat transport universitetida samimiy tashabbus amalga oshirilmoqda. Universitetimiz rahbariyati qo'llab-quvvatlovi bilan barcha ayol xodimlarimiz va talaba qizlarimizga gul ulashmoqdamiz. Universitetimizdagi ustoz va ayollarimiz ilm va ma'rifat bilan jamiyatimizga ravnaqiga hissa qo'shib kelmoqda. Talaba qizlarimiz esa ertangi kunimizni ishonchli tayanchi bo'lib voyaga yetmoqda. Barcha muhtaram opa-singillarimizni kirib kelayotgan bayram bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Kayfiyat juda ham ko'tarishdi. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Avvalgi 8 marta. Rahmat. Uzoq bo'lsin. Boriga shukr.